Assalamu alaikum aziz vatandaşlarım, yaxşımısızlar. Men vatandaşlar Ablacan Leylunaman Amerika'dan sözləvatımən. Aziz vatandaşlarım, bugün 2020 12 ayının 17 günü Peyşembe. Men bugün her qaysınızlar bilen yaqında yazıp bitirgen Uyghur xalqının Müstakillik ideologiyasi namlıq roman şekildeki kitabımның dastlabki kirish söz qismini her qaysınızlar bilen birlikte anlaşını karar kıldım. Köpçilikten ko'ngil qo'yib anglashini ümit qilaman. Davlat avval qurilib, ondan millatni tashkil qiladigan organ emas. Aksincha, millat shakllanib, ondan ular tarafidan quriladigan yoki olli-burun boshqalar tarafidan qurilgan bir yurt yoki davlat shakliga kelgan zaminlar kuchliklar tarafidan zo'rlik bilan tartib ilinib, ular tarafidan shakllanadigan bir butun ust qurilmaning natijasidir. Shunga davlatlarni qurib boshqarayotgan kuchlik millatlarni davlatchilik iqtidori kuchlik, o'z davlatini qo'g'dash iqtidoriga ega bo'lgan millatlar va tajovuzchi millatlar deb ikki turga ayirib qarasak to'g'ri bo'ladi. İnsanlar mundaq 3 xil sharoitni hozirlagan chig'idla ondan haqiqiy insonlarga xos yashash imkoniyatidan bahramand bo'la oladi. Birinchi, insonlar dunyoga yakka holda to'ralgani bilan hargizmu yagona hayotda yashay olmaydi. Shunga ular avval ota-onasi urug' tuqqanlari, ondan yurt mahallasi, kichik bir qabila yoki cho'ng bir millatga tayinib yashaydi. Ikkinchi, millatning mavjud bo'lib turishi uchun ular tarafidan qurilgan bir davlat bo'lishi to'liq muhim. Millatlar gerçi davlatsiz mavjud bo'lib yashay oladiganidek ko'rinsimi, lekin yanala o'z millat ismi bilan qurgan mustaqil davlati bo'lmaganligi uchun bundaq millatlar yanala haqiqiy ma'nidan hür yaşayotgan hesaplanmaydı. Üçüncü, bir büyük dinge itiqat qilmagan ve küçlük milli gururga tayanmagan milletler gerçi devlet kurup yaşagan takdirdi mi yanala ruhi cihette en kembag'al hesaplanıdı. Demek devlet insaniyetini maddi, manevi, cismani ve iktisadi cihetlerde kapaletke ilgi qilish bilan birga o'z puhralarına bir xil xotirjamlik, muqimlik sezimini ata qila olgan bo'lsa, dinni e'tiqodla bu millatning ruhiy jihatdagi bo'shliqlarini to'ldirib, milliy axloqini va birlikni rivojlantirishga hassa qo'shadi. G'urur insonlarni haqqoniyatga yetaklab, davlat qurish va qo'g'dashning kapaleti bo'lgan bo'ladi. Shunga Uyg'urlar faqat va faqat o'z nomida davlat qurib chiqish orqaliqla bir millat sifatida insoniyatdek yashash imkoniyatiga erisha oladi. Uyg'urlarni 6-7 ming yillardan tortib toki bugungacha yashitib va bir millat sifatida mavjud tutib kelgan eng muhim omillarning biri ecdatlarımızın at üstüde kılıç oynatıp, kan töküp, can verip, köz qarchig'idek asrab kelgan ona tuprog'imizdir. Xuddi dadisi japa tatib salgan uyini balisi hiç ikkilanmay azan setayotganidek, biz Uyg'urlar ecdatlarımızın kan bedeliga kelgan bu mehribon tuproqlarimizga ega chiqolmadik. Ega chiqolmadikla emas, milli gururumuzun pesleşip ketkenliginden, ittifaqsızlığımızdan, dil ve kalplerimizin bir bolmaslıgıdan, özara birbirimizni itiraf qilishdan mutlaq baş tatqanlığımız sebebinden bugünkidek qul ve bichar yashashga mecbur bulup kaldık. Demek, millet tedrici terakki qilib, ma'lum seviyege yetkende ondan devlet kurdu. Bu noktadan qaraganda
devletni şekillendirdiğin en muhim amillarının biri terakki kılgan güçlük milletçilik, milli gurur ve milli birlikten ibaret bulup, milletler devlet kuruş arkalık öz milletini qoğdaş, terakki kıldırışını kapaletke iki kılalaydı. Mening merhume apam Leylaxon hayatını askerlikte bir muntizim intizam astida o'tkazgan bo'lg'achqimi, menga bola vaqtlarimdan tortibla intayin qattiq talab qo'yatdi. Shunga apamning bu qattiq tarbiyasi ostida men 5 yosh vaqtimdan boshlabla oxiratdan kelganlar, Bo'tta ko'z, Mehmet Avoq, Mehrobdin Chayon deganga o'xshash betlari so'p-seriq bo'lib samandek sarg'ayib ketgan, Toshkentda bisilgan nihoyatimi kelangsiz ve yoğan kitaplarını ravan okuyalaydıgan boğan edim. Şuna kiçik vaktimden başlapla hayatımni yezikçilik, keyin qonun tadqiq qilish, mustamlika ostida ingravatgan, erkinlik, ozodlikka tashna bo'layotgan millatimizning tarixini o'rganish ve tadqiq qilish. Millatimizning o'z mustaqilligini qayta asliga keltirish uchun qandaq bir real asosga tayinish kerakligi, insan psikolojisi ve yaşaş adetlerini təhlil qilish bilan o'tkazdim. Bo'libmi tug'ilgan yurtimning bir Uyg'ur davlati qurish, inqilob ve urushlarga qatnashgan g'ozlarimiz to'plangan harbiy rayon bo'lishi mening bir kuchlik millatchi bo'lib yetilishimga mislsiz ta'sir ko'rsatgan edi. Bir Uyg'ur askari oilasi tug'ilgan Uyg'ur farzandi bo'lish sifatim bilan uzun yıllardan beri milletimiz ve halkımız için çokum kelgüsüde ularga güçlük bir devlet şehri, halkımızı hakiki manidin dünyanın oldingi qatarda turdigan devletini asliga keltirip, ravajlandırıp, öz halkı ve dünya tinchligiga hassa qo'shalaydigan büyük Uyg'uriston devletini qaytadan barpo qilib ve onu to'g'ri boshqarish uchun bir mükemmel asasi qonun tuzib beraman degan umid bilan butkul hayatımni degidek Uyg'ur milletining til adabiyoti ve xalqaro qonunlarini tahlil qilish bilan o'tkazgan edim. Afsus, bugungi kelganda bu arzularimni haqiqiy ma'nidan kapolatga yiqilish uchun oldi bilan xalqimizning inqilob ve kurash nishonini to'g'ri belgilab berishning naqadar muhimligini, bo'libmi milletimizni mangu bir millat sifatida ozod, hür ve müstakil yaşalaydigan bir inqilab kurash ideologiyasini o'ttirib qo'yishning ne kadar muhim ekanligini tonib yetdim. Uzun yıl hiç bo'shashmay ilib borgan vatan ichi ve sirtidagi kurash tajribalarimga ve his qilgan to'xtamay izlangan siyosiy ko'zqarashlarimga, bo'libmi Amerika'nın yerli qonuni ve xalqaro qonun kasbida o'qigan bilimlarimga asosan Uyg'urlarning mustaqillik ideologiyasi nomli bu kitobimni chet elda yashagan 24 yillik hayotimda astoydil izlanib ve intayin diqqat ve inchiklik bilan kuzatib yezib chiqdim. Muhimi bu kitobimda o'ttirg'a qo'yilgan Uyg'urlarning mustaqillik ideologiyasi degan kitobimdan bir qism muhim, cho'qim xalqimiz o'z qo'ligi bilan anglamasa bo'lmaydi degan qismlarini öz avazım bilen her qaysingizlarga anlatışını layık gördüm. Keng avam xalqni yezik arqılık uzunga so'zilgan necha ming betlik kitaplar arqılık uyg'otishdan ularga bevosita öz avazım bilen to'xtamay nutq so'zlash arqılık anlatışning ne kadar unumli ekanligini bilib tursammi, lekin kelgusi avlodlarimiz uchun bir material shaklda kitap bulup saqlanib qolishi ve bu arqılık milletimizni tashqi zo'ravon kuchlarning bundan keyin hargizmi meyli urush zo'ravonlik yoki tinish hiylagarlik sulhi saloli orqali mangu monopol qilolmasligi ve xalqimizning endi hargizmi boshqa zo'ravon kuch ve guruh sinflarning hokimiyatlarning hukmronligi ostida qolmasligi uchun ularning bundan keyingi kurash ve inqiloblarda özlerine bir qibla nomi sifatida foydalanishları ve yüreklerinin çoğunluk kısmına sığdırıp elişleri için
mezkur fikrlerimni bir kitap qilib yezib chiqish qaroriga asosan yezib chiqdim. Men bu kitobim orqali buyuk Uyg'ur millatining mangu mustaqil yashash g'oyasini qo'g'dab qilishdan maqsad qildim. Ishonmanki, millatimiz o'z davlatining mustaqilligini qo'lga keltirgandan keyin o'zlari qayta qurib chiqqan davlatni qandoq boshqarish va rivojlantirishni hammamizdan yaxshi biladi. Men bu kitobimda Uyg'ur xalqining g'oyasini emas, aksincha o'tmishdagi ochiq tajriba saboqlari, xatoliklari, mag'lubiyatlari hamda qo'lga keltirgan zo'r g'alabalari ustida astoydil to'xtalish orqali Uyg'ur xalqi uchun bir mangu o'lmas ideologiya turg'izishni maqsad qildim. Men bu kitobimda yana Uyg'ur xalqining uzun yillardan beri vatan ichi va sirtida elib berayotgan da'vo va kurashlarini, xalqaroliq vaziyatlarni eng oddiy til bilan tahlil qilib, keng avom xalqimiz to'liq tushunarligidek va o'zlariga to'liq singdirarligidek darajada tamomlashga tirishdim. Janobi Alloh bu kitobimning haqiqiy ma'nidan xalqimni mangu to'g'ri yo'lga boshlash uchun to'g'ri bir ideologiya yaratib berishimga yor va yordamchi bo'lishini tilayman. Dunyoda bir kuchlik ideologiyaga o'rtaq tayangan va o'z millatining o'rtaq ideologiyasini bir millat sifatida hamma o'rtaq kurash nishoni qilib belgilagan millatlarla mangu hur, ozod va mustaqil yashay oladi. Bir o'rtaq ideologiyasi bo'lmagan va shu mustaqillik, erkinlik, o'z-o'ziga xo'ja bo'lish iqtidorini yo'qotgan millatlarning bu yer shahardan iborat ziddiyatga to'lgan raqobatlik dunyoda hayot qilish haqqi ve hayat qilishdan mahrum qilishga yuzlangan vaqtlarda urib yig'lash ve Allah'ı zarlash huquqi bo'lmaydi. Öz millet kimligini saqlab qilish uchun ozg'ina shaxsiy manfaatlarini qurbon qilishdan, o'zlarining Alloh tarafidan taqdim qilingan ecdatları qon to'kib, jon berib barpo qilgan ona tuproq vatani uchun jang qilib, qon to'kishdan voz kechgan kishilardan to'plangan bundaq bir to'plamning o'zlarini millat deb atash huquqi bo'lmaydi. Allah bundaq millatlarning bir millat sifatida tamamen halak bo'lish girdoviga kelib qolganligini ko'rib tursimi, hech ko'rmasga silib, tamamen mag'lub bo'lib boshqalarga assimilyatsiya bo'lib singib ketishiga hech qarshilik ko'rsatmaydi. Chunki Allah barliq bandilarini o'xshash o'ylay oladigan, tahlil qila oladigan, yangilik yaratish, tabiat va tabiat hodislaridan o'zlarining manfaati uchun unumli foydalanadigan aql va idrak bilan yaratgan bo'lg'achqa, bundaq imtiyozlardan to'liq foydalanadigan ve faydalangan kuchlarning ojizlarni besib elishi, assimilyatsiya ve monopol qilishlari qandaqdir Allah'ning buyrug'i bilan emas, aksincha, shu Allah yaratgan bandalarning ichidagi bir qism erik yoki millat bo'lib to'plashganlarning o'z aql idraklari ve kuch quvvatidan qandaq shaklda foydalanishni biladiganligidan ve unumli foydalanganligidan kelib chiqadigan ichinishlik oqibatdir. Yaratishni men yaratdim, yarilishing o'zingdan deganlik buning uchun deyilgan bo'lsa kerak. Biz Uyg'urlardagi eng asosli muhim nuqsonlarning biri bir kuchlik ideologiyaga tayanmagan millat bo'lganligimizda desak xatolashmagan bo'lamiz. Biz oldi bilan haqiqiy dushmanimizning kim ekanligini, dushmanimizni to'liq tanig'animizdan keyin onunğa nima uchun qandoq qarshi turishning yo'lini tanimag'imiz, qarshi turish yo'lini tanig'animizdan keyin ondan onunğa unumli qarshi turib g'alaba qilishning tayyorlik orqasab xizmatlarini hozirlamag'imiz shart. Xalqaro qonunlardami bizga o'xshash yolg'on avtonomiyalarga oldinib, mustamliki ostida yashayotgan millatlarning tajovuzchi hukmron sinf tarafidan yo'qotilish xavfiga yo'liqqanda darhol harakatga kelib ve uygunub, uyuşup,
Şu tecavüzçi mevcut hakimiyetke karşı isyan götürüş, hatta korallık küreş kılış arkalık bölünüp çıkış, hukuklarının barlığını alaydı tılgagan. Biz bu halkaralık kanunlarını mı demeyli? Aslında biz Uygur milleti özümüz çeksiz itikat kılıvatkan ve özümüz iman etkan mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e müracaat kılışını bilmey, xuddi bir mizansız bir millette hareket kılıvatımız. Şuna biz xuddi sırttan qarsa sapmısak bir normal adamga o'xshagandek qilsak mı? Lekin xuddi mingisidan ayrılgan veya ki xotirasini yo'qotgan bir demensiya odamdek nima qilishni ve nima qilayotganligimizni bilmey temtirab yurmoqdamiz. Allah'ın tushirgan muqaddas Kur'an-ı Kerim kitabının Medine'de nasıl bo'lgan El Mumtehinati yani El İmtihan suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde cihat alayida tilga ilingan bulup zulümga uçuruvchilarning zulümga karşı kurash qilish alayida belgilangan. Cihat bir xil zulümga, zo'rliqqa, haqsizlikqa, tajovuzchilikqa qarta ilib berildigan sharoitning taqozosi tarafidan belgilanadigan ibodat bo'lib, Allah bu ibadetni belgilik prinsipga bağlagan. Her qandaq bir kavim düşman tarafidan diniy e'tiqodlardan voz kechishga zo'rlangan. Öz tuproqlarda hür yashash huquqlaridan mahrum qilinishga duchor bo'lgan vaqtlarida düşmanga qarshi urush qilishni buyurgan. O'xshash vaqtda yana sen bilan do'stona o'tgan her qandaq biri bilan hatta u kafir bo'lsa-mu chiroqchi o't deb buyurgan. Lekin Allah xalagan joyga berib, xalagancha o'zingning bilginicha jihad qil demagan. Demak, bizni dinimizdan voz kechishga qistavotgan, ona tuprog'imiz, vatanimizda yashash huquqlarimizni yo'q chiqarib, bizni bir millat sifatida tamamen qirib yo'qotish uchun ashaddiylarcha, yovuzlarcha qirg'inchilik elib berayotgan dushmanimizning kim ekanligi bizga xuddi öz ismimizdek ayan. U bo'lsa-mu Xitoy hakimiyeti. Undaq bo'lgan ekan, bu yovuz tajovuzchi dushmanimizga qarshi urush qilish bizning bosh tortib bo'lmaydigan insoniy, milliy va diniy burchimiz. Allah tarafidan to'g'ri ko'rilgan, insonlar tuzib chiqqan xalqaro qonunlarda ham ma'qullangan bir to'g'ri kurash inqilob yo'limizdir. Mustamlika ostida yashayotgan bir millatning siyosiy tarixida hech bo'lmaganda her 30 yılda bir qitim bo'lsa-mu siyoset tegishish, urush orqali yengish va yengilish natijasida hokimiyat almishishlar bo'lib turmasa mutlaq bo'lmaydi ekan. Agar undaq bo'lmay, bir mustabid tuzumning ostida uzun vaqt uning mustamlikasi bo'lib qolgan millatlarning xuddi biz Uyg'urlardek inqilob va kurash qahramonligi, jangovarligi ojizlab, bundaq millatlarning xoinlari ro'naq tepib, haqiqiy vatanparvar azmatları xorlanib qolishdi ekan. Baxtga qarshi biz Uyg'urlar yerim asrdan ko'p vaqt Xitoy hukmronligining boshqarishi ostida qoldik. Va boshqarish ostida qolganligimiz uchun xalqimizning o'z qahramonlarini oshkora mukofotlab, ularga medal taqash, shehidlarimizni tantana bilan dafn qilish, ular uchun qahramonlik qabristonliklarini barpo qilish ve ularının kahramanlık iş izleri tasvirlengen destanlarını yeziş ve ularının aile tabatlarına rahmet etiş, bayrak, gül təqdim qilish fırsatımızdan mahrum kaldık. Dünyada her qandaq bir millet fakat gururu bilenla mengü yaşap duralaydı. Bir milletni hakiki manidin yaşadıgan amillarının en muhimi şu milletinin gururudur. Gururdan ayrılgan bir millet resmi bir millet süptide teslimçilik, korkunçaklıkның ve yirginişlik peskeşlikның kurbanıga aylanıp, xuddi bugünkü biz Uygurlardek kul ve biçar yaşaşka mecbur buludu. Mustamlika ostida kalgan, milleti intayin iğir ırkı kırgınçılıkı duçar bulup, bir millet süptide dünya sahnesinden yokluk ketiş vehimiga yoluqvatkan vaqtida, bu milletning oğlanlarga tushadigan birden bir vazife, düşmaniga qarshi shiddatli urush e'lon qilish, qon to'kib jon berishdan hech
voz kechmaslikdan iboratdir. Keng Uyg'ur millati, bu vatan mening vatanim. Mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning tuproqlarimizga hukmronlik qilishiga mangu ruxsat yo'q degan ideologiyaga tayangan cheg'idila, xuddi har bir Uyg'urning oilasida birdan atom bombasi bordek, ular mangu xotirjam, hur, ozod va mustaqil yashay oladi. Agar biz zulmga, tajovuzchilikqa jiddiy qarshilik ko'rsatishdan bosh tortib, qandaqdir jim turilish yo'lini tanlasak, u holda biz vaqtning o'tishi bilan hammamiz bu zulmning qurboniga aylanib qolamizda, bu vijdonsizligimiz, g'urursizligimiz, pastligimiz, qo'rqinchoqligimiz tufaylidan har ikki olamda gunohkor bo'lamiz. Chunki vatan faqat qon to'kadigan va qon to'kizadiganlarga mansubdir. Milletimizning tarixida qanchalagan davlat ve xonliqlarni qurgan cesur millet ekanligi hammamizga ayon. Bizning qayta inqilob ve kurash qilish, mustaqil Uyg'uriston davlatimizni asliga keltira oladiganligimizdan hech shubhamiz yo'q, ishonchimiz komil. Undaq desak, o'zlarini Uyg'urlarning ko'p o'qigan ziyolilar deb atagan bir qism ko'ni kitob döveleri hech tap tatmay, senlerge o'xshash jahil, plansız, radikal, İslamçı, eşeddi milletçi, bölgünçiler muşundaq qalaymaqan gaplarni qilib, xalqimizning ahvolini to'liq yomonlashtirib o'tishdan. Agar biz Xitoy hukumati bilan chiroyli shaklda hamkorlashib, o'zaro yo'l qo'yishib o'taligan bo'lsak, xalqimiz bugünkidek etinishli holga tushib qolmagan bo'ladi degandek hem uzun hem zerikishlik leksiyalarni so'zlab, erkeklarga hech xas bo'lmagan bir xil şekilde qash qapaqlarını süzüşüp o'ltirib ketishidi. Ularning qarashicha ve bir ömür baş ko'tarmay egallagan bilimlarga asoslanganda ojizlarning kuchlarga qarshi kurashga otilishi xuddi tuxumni tashqi urganlik bilan o'xshash deb qaraladi. Millati mustamlika ostida yashayotgan, xo'rlanayotgan, ezilayotgan har qanday bir millatning ziyolileri da faqat har qaysi sohada egallagan her xil bilimlerle bulup, ularda vatanperverlik, milletçilik gururu bo'lmasa, u halda ular milletinin nazarida qimmatini yo'qotgan, milletga hech foydasi bo'lmagan, o'shnisiga bir dova ko'ni kitobni yutib olib, divanchilik qilayotgan jonbaqarlarga o'xshab qoladi. Men bu kitobim orqali oldi bilan xalqimni haqiqiy ma'noda bir o'rtaq ideologiyaga yetaklay olsam, o'zimni to'limi baxtli his qilgan ve bir Uyg'urning o'g'lani bo'lish sifatim bilan az bo'lsa milletim uchun xizmat qila olgan bo'lardim. Ko'pchilikka rahmat.